Assalomu alaykum barchaga. Mana issiq bo'lishiga qaramasdan biz salkam ishimizni yakunida turibmiz. Bitta chuqurimiz qolgan mana. Qolganlari. Kattaqo'rg'on shahridamiz. Ishga bir umr azmida kanalga qo'yamiz. Ishlarni qilamiz. Shu yerda chiqibdi. Chiqimizdan 6 litr chiqib ketgan. 10 dona qilamiz. 3 metr chuqurlikda bo'lgan 5 dona qilamiz. Bu oshxona uchun bo'lyapti. Bunisiga hammom va hojatxonani olib beramiz. Oxirgi talosimiz qo'yildi. 8 dona talos qo'yilyapti. 5 metr chuqurlikda bo'lgan. Kuninglar xayrli o'tsin.